Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hürmetli anlıqçılarımız, huzuruңlarda Hunning qiyni G'uzning go'shi nomli maqola. Avtori Akram Ilik. Xitoyning Jijang o'lkasining Shaoxin, Ningbo, Zhoushan degan joylarida Hasandilar deb atiladigan bir qavm bor. Bu qavmning kelib chiqishi to'g'riliq o'xshamagan variantlar mavjud bo'lib, Xitoy tadqiqotchilarining izlanishi bilan oxiri bularning kimligi aniqlangan. Ya'ni Xitoylar qo'zg'olib Mo'ng'ullarning Yuan xonadonligini yiqitgandan keyin Mo'ng'ul yayloqlariga chekinamay asirga tushgan Mo'ng'ul va rangli ko'zlar asosan o'ldirilgan. Changjiangning janubiy qismida o'lmay qolgan oz sondagi asirlar bo'lsa qul qilingan. Xitoy Ming xonadonligi o'z xalqini 10 tabaqaga bo'lgan bo'lib, eng tövini devonilar edi. Mo'ng'ul asirlari bo'lsa shu devonlar bilan birlikda 10-tabaqaga mansub bo'lgan. Fahishilar 8-tabaqada turadi. Hukumat belgilamalari va yerli xalq orasidagi shakllangan odat bo'yicha bu Mo'ng'ul qoldiqlarga tovandikicha 10 xil cheklama qo'yilgan. Birinchi, maktabga kirishiga kitob o'qishiga bo'lmaydi. Ikkinchi, amaldor bo'lib mansab tutishiga bo'lmaydi. Üçüncü, soda sitiq va qo'l sanoat bilan shug'ullanishiga bo'lmaydi. To'rtinchi, yer terib dehqonchilik qilishiga bo'lmaydi. Beshinchi, Xitoy fuqarolari bilan to'y qilishiga bo'lmaydi. Oltinchi, yuqori ovozda gap qilishiga bo'lmaydi. Yettinchi, maydisini tik tutib, cho'ng qadam tashlab menishiga bo'lmaydi. Sakkizinchi, bosh qo'shib maslab qilishiga bo'lmaydi. To'qqizinchi, kechida shovqin suran selishiga bo'lmaydi. 10. Toplashib o'pcha harakat qilishiga bo'lmaydi. Bu Mo'ng'ul qoldiqlarining kiyinishiga cheklamalar qo'yilgan bo'lib, Xitoy fuqarolari bilan oralashib, o'ltiraqlashishiga yo'l qo'yilmagan. Balki belgilangan ma'lum mahallalarda toplashib o'ltiradi. Hasandilik avloddan avlodga miros qoladi. Qadimgi Xitoy jamiyat qurilmasida amaldor, dehqon, qo'l sanoatchi va soda setiqchilar 4 xil fuqaro deb atalgan bo'lib, bular hukumatga yoqadigan, pulga yumshoq xalqlardir. Yolg'iz amaldor va yer egisi boylar emas, balki bu 4 xil fuqarolarni pasandilarni xohlagancha bo'za qila oladi. Ularning nazarida pasandilar tug'ilishidan pastkash bo'lib, kishilarga peshkanlik va balo-qazo yetkazadi. Shunga ularni ko'rganda tukurish va qog'osh orqali yomonlikning oldini oladi. Pasandilar oddiy Xitoy fuqarolariga qul bo'lib ishlaydi. Dehqon Xitoylarni terixchi begim, qog'onlarini g'ojam deb chaqiradi. Pasandilarning xizmat turiga cheklamalar qo'yilgan bo'lib, Xitoy fuqarolari yaratmaydigan kasblarni qiladi. Masalan, erlari sozliqda paqa qo'ng'iz tutadi. Taxtiravon va o'lik sanduqini ko'taradi. Chosh oladi, cho'shqi so'yadi. Tushki ta'bir beradi. Yüzünü cindek boyab, bumbaq sunay çelib, xalqqa hazil qilib beradi. Ayolları bo'lsa, boshqalarning chechini tarab o'rib qo'yadi. Ayollarning yuzidagi tuklarni tozalatdi. Dallollik qiladi. To'y qiladigan qizlarga yangilik qilib, jinsiyatdan savoq beradi. Bu xil tuzum va an'ana davomlashib 1720-yillarga kelganda Manju xonadonligining Yongjin xoni yorliq chiqarib, Hasandilar tabiqasini qonuniy jihatdan bekor qilgan. Xitoyning Shinxay inqilobidan keyinmi o'xshash tuzumlar e'lon qilingan bo'lsa-mu, ammo xalq orasidagi pasandilar bilan to'y qilmaslik odati 1940-yillardan keyinmi mavjud bo'lgan. Pasandilarning to'plashib o'ltiraqlashishi 1980-yillargacha davom qilgan. Pasandilar o'z ichida avloddan avlodga o'zlarining Mo'ng'ul avlodi ekanligini bayon qilib kelgan. Xitoyning G'arbga sayohat filmida maymun rolini olgan aktyor Liu Xiaoyingtung keyin o'zining pasandilarning avlodi ekanligini oshkorlagan. Xitoy xalqimi bu pasandilarning Mo'ng'ul asirlarining avlodi ekanligini avloddan avlodga hikoya qilib so'zlab kelgan. 1930-1940-yillarda Jijang taraflarda Xitoyning bolalari mundaq bir o'yinni o'ynaydi ekan. Ya'ni bir cho'ng kayish ustiga ozroq cho'p, saman tashlab, ustida bir bola yotadi ekan. Qolgan bolalar og'amchi bilan uni so'raydi ekan. Bu o'yinning ismi Mo'ng'ul so'rash bo'lib,
ayni yillari Mo'ng'ul jasadlarini so'rab sazoyi qilganining tasviri ekan. Pasandilar to'g'risidagi bu bayonlardan diqqatimni tortgani tövəndiki bir necha nuqtalar bo'ldi. Mo'ng'ul xandonligi og'dirilib 600 yildan keyin Mo'ng'ul qaldiqlarining chiroy, til, madaniyat, urf-odat jihatdan mutlaq xitoylashib 20 yoki 30 avlodlarning Xitoylar tarafidan qabul qilinmasligi sistemalik holda chatkiqi qilib jamiyatning eng tövən qatlamida esilib turishi, xorlanishi, ijtimoiy o'rni tövən bo'lgan Xitoy fuqarolarining o'zidan tövən o'rnidagi pasandilarga sog'an zulmlari. Hukmron manjolar yorliq chiqarib pasandilarni ozod qilgandan keyinmi ezilguchi o'rnidagi Xitoy jamiyatining o'z ichidagi urf-odat va ideya qarash kuchlari orqali bu xil besim va xorlashni davomlashtirishi. Mo'ng'ullar yengilib 600 yildan keyinmi Xitoy bolalarining Mo'ng'ul so'rash o'yinini o'ynashi. Agar buni rayon xarakterlik hodisa deb qaraydiganlar bo'lsa, ularning samiga Xitoylarning Mo'ng'ullarga qarshi isyonini tabriklaydigan mamlakat xarakterlik tavuz chog'ini solimi. Xo'sh, pasandilarni Jejang rayoniga xos hodisa deydi. Andaqda qolgan rayonda yashagan Mo'ng'ul asirlari ajiba bulardan yaxshi muomalaga uchirganmi? Buni tadqiq qilgan Xitoy tadqiqotchisi mundaq javob bergan. Boshqa rayonlarda qo'lga tushgan Mo'ng'ul asirlarining hammasi taltukuz o'ldirilgan. Shunga Jejang tavasidagi Mo'ng'ullarni nisbiy kengchilikka erishgan deb qarashga bo'ladi. Bu javobdan ikki xil xulosaga erishdim. Biri, Xitoylarning shu chaqda dushmaniga umumyuzlik shafqatsiz bo'lgani. Ya'ni yiltizini quritishga tirishgani. Yana biri 21-asrdagi bir Xitoy tadqiqotchisining nazarida bir yot millatni asrlar bo'yi avloddan avlodga qul qilib turishining o'zi bir xil kengchilik, rahimlilik sanaldiganligi. Vatandagi vaqtimda bir qozoq injener bilan tanishib qoldim. Bu yigitning deb berishicha Xitoy armiyasi bularning shirkatidan bir qism asboblarni sotib olgan bo'lib, u shu asboblarni qurashtirish uchun bir necha Xitoy texniki bilan billa vatandagi ma'lum bir tog'ning ichida turishli harbiy qismda bir necha kun billa bo'lgan ekan. Ular shu qismning oshxonasida askarlar bilan billa tamoq yebdi. U gazarmada necha ming askar bo'lib, oshxonasi nihoyat cho'ng ekan. Xitoycha maktabda o'qigan bu yigitning diqqatini alohida tortgani oshxona temiga Xitoyning tashviqotlarida ishlatiladigan o'lchamli qizil xat bilan yozilgan "G'uzlarning go'shini yeb, onlarning qinini ichimiz" degan misralar ekan. U yigit menga tikilib turib, "Bular texichi bizni yevitish xiyolidan kashmabdi" degan edi. O'qirmanlarga texmi aniq tushuncha berish uchun bu misralarning hikoyasini qisqacha so'zlab o'tishni to'g'ri topdim. Bu misralar Xitoyning janubiy Sung sulolasidagi yovlarga qarshi generali Yufining og'zidan chiqqan bo'lib, bu asli mundaq bir rivoyatni aks ettirgan. Milodiy 75-yili Xitoyning sharqiy Xan sulolasining g'arbiy diyar tutuq mahkamasidagi ozg'in askarlari Mun Tangriqutining 20 ming kishilik qo'shinining hujumiga uchrabdi. Xitoy askarlaridan o'lgini o'lib, oxiri necha yuzi sepil ichiga qapsilib qoldi. Onlar qo'rshav orqali ularni suv va ochlikdan uzib tashlabdi. Shu chog'da Xitoy askarlari suhbatga kelgan Hun vakilini aldab sepil ichiga akirib o'ltirib, andin sepil temida Hunlarga ko'z tutib turib, ularni kavob qilib yebdi. Bo'g'izlangan Hunlarning qinini ichibdi. Shunda qilib yurib, oxiri 13 Xitoy askari Jayogandan o'tib Xitoyga qochib kelyapti. Men tarixchi emasman. Shunga bu rivoyatlarning qanchalik asosining borligini mulohaza qilmayman. Ammo agar buni rost deb faraz qilsak, u holda mundaq bir reallikka yuzlanamiz. Ya'ni bu ish yuz berib 13 sulola almishib, taxminan 1000 yil o'tgandan keyingi Sung sulolasida Xitoylar bu tarixni texi unutmagan. Ham qo'shoq ketib, she'r yozib madhilagan. Uning kaynidan yana 8 sulola almishib, Allohazal 800 yil o'tgandan keyingi bugungi kunda bu tarixiy misralar yanada Xitoy armiyasining gazarmasida turgan. Bu 1800 yil davomida Xitoy zaminida 21 sulola yoki xandonlik almashdi. 2-3 qitim yovlarga munqariz bo'lib yo'qolib, qayta tirildi. Til va urf-odatlari o'zgardi.
islom va xristian qatorliq dinlar bilan G'arbning sanoat inqilobidan keyingi yangi madaniyati bilan uchrashdi. Kapitalizm va kommunizm ideyalarini qabul qildi. Ikki qitimliq dunyo urushiga qatnashdi. DDT'dagi 5ning biri bo'ldi. Atom va internet davriga qadam qo'ydi. Oyga raketa avatdi. Ammo g'uzlarning go'shini yeb, hunlarning qinini ichish armini hech yo'qolmadi. Agar bu misralar yalg'iz internetdagi Xitoy choyxonalarida eqib yurgan bo'lsa-edi, bir qism shovinistlarning ishi degan bo'lardik. Ammo Beijingning buyruqsiz miltiqiga bir tal o'q basanmaydigan Xitoy armiyasining gazarmasida bo'lishi hargiz tasodifiylik emas. Buni aniq bilishimiz kerak. Xo'sh, pasandilarning tarixini angladik. Uning qini, o'zining go'shi rivoyatini bildik. Amdiki savolim, biz Xitoyni qanchalik tushunamiz? Qonliq savoqlarni boshdan kechirgan ajdodlarimiz Xitoydan taxas bo'lish nasihatini tashqi kutib qoldiribdi ekan. Shunchalik dona ota-bovlarimizning bo'g'inidan faxrlanaman. Ammo biz shuni asli saqlay oldikmi? Xitoydan rostli taxas bo'ldikmi? Yo'q. Shunga paydin-pay bugungi holga keldik. Hozirgidek hayot mamatlik paytdimi kuchli dushman, ig'ir zulm oldida gangirab qolgan ba'zi odamlarimiz Xitoyning demokratiyalashgandan keyin yoki ma'lum bir dinga e'tiqod qilgandan keyin bizga rahim shafqat qilib kelishi mumkin deb tasavvur qilmoqda. Umid kutmoqda. Chorasizlik hammaga qistaydi. Ammo chorasizlikdan aqlimizni yo'qotsak hech ish o'ng'almaydi. Aksicha ziyon ustiga ziyon bo'ladi, xatar haslab oshidi xolos. Yana ba'zilar bir millatni bir tayoqda haydasak bo'lmaydi deyishi mumkin. Qo'shilma. To'g'ri nuqtasidan shundoq siyosiy anqarishi bilan qarash kerak. Ammo bu zamon ham makon cheklimisiga uchraydi. Bizning masalamizga G'arb yoki boshqa yerning mutaxassislari shundoq baho bersa bo'ladi. Chunki ular biz ko'rgan zulmni bevosita ko'rmadi. Biz yegan tayoqni yeb boqmadi. Ular tushunadigan Xitoy nazariyadagi statistika jadvalidagi Xitoy. Agar qiyosiy yoki hukmi to'g'ri chiqmasa, ular mo'risini qisib qo'ydi-da tugaydi. Chunki bu ularning jonijon manfaatiga taqoshmaydi. Tutunning ochchig'ini mo'ri biladi deydigan gap bor. Xitoy bilan birga yashashning to'g'risi Xitoy tapini ostida yashashning qanday bo'ladiganligini o'zimiz bilamiz. Bizga xatolashga ruxsat yo'q. Chunki bu bizning hayot ma'notimizga taqishidi. Meningmi Xitoyni mikro holatda baholab, qaysi yaxshi, qaysi nachar deb ayirib ilmiy baho bergim bor. Ammo bu bizga mos kelmaydi. Hech bo'lmasa hozir mos kelmaydi. Bu xuddi biri ustimizga minib olib, elimizni bo'g'ib o'ltirib olsa, biz uning ostida yetib, beshimizni qashlag'ach. Bu mutlaq eski emas-ku. Mushu Xitoyning yaxshi taraflari bor deb o'ylangandek bir ish bo'ladi. Avval o'rnimizdan turib olaydi. Bizga mingan u odamni ishtirib etib, bexatar orliq hosil qilaylik. Shu chog'da ondan uni ilmiy baholasaqmi ulgurimiz. Xitoylarning hammasi o'xshash emas. Cho'ng shahardagilar madaniyat ko'rganlarining kallasi ichilyotidi deydiganlarga yana shu Jejangni misol qilaman. Jejang, Shanxay qatorliq joylar Apyun urushidan tortib G'arbning ilg'or madaniyati bilan eng avval uchrashgan Xitoy rayonidir. Jejangning azaldan adiblar yurti degan nomi bor. Lushin, Maudun, Aychin qatorliq nurg'un dangliq adiblar, Chujin qatorliq inqilobchilar, Jiang Jishi, Zhu Yilay qatorliq siyosatchilar chiqqan yurt. Xitoyning ichki fanlar akademiyasidagi 1000 dan ortiq akademikining 4dan biri Jejangliklardir. Ular yana savdoga mohirligi va jahonkezligi bilan mashhurdir. Ya'ni ular umumiy safa jihatda Xitoylarning oldida turadi. Agar Xitoyning mushunchalik ilg'or odamlari o'zlariga taslim bo'lib, assimilatsiyalashgan yot millatni hukumatining yordami bilan va yordamisiz 6 asr pul qilgan bo'lsa, o'ttiri tuzanlikdagi va seriq to'piliq egizlikdagi tarixdan beri qo'rsiqi to'ymagan, kiyimi bitmagan Xitoylardan nimani kutish mumkin? Yana ba'zilar Xitoylar xristian diniga e'tiqod qilishga boshladi. Pat yaqinda Xitoy eng cho'ng xristian davlatiga aylanadi.
Ular dinga ishongandan keyin rang-shaqqatlik bo'ladi deb o'ylamoqda. Xristian Xitoylar bilan hamkorlashishni chiqish yo'li deb tashviq qilmoqda. Avval so'raydiganim, nima uchun bu yerda xristian dinini o'lcham qilisida? Xitoy azaldan buddizmga ishongan. Buddizmdimi xuddi xristian, islom dinlariga o'xshashla tinchlikparvarlikni, boshqalarga yaxshilik qilishni tashviq qilib kelgan bir din. Buddist rohiblarining ushshaq jonivorlarga azor bermasligi, hayvonlarni o'ldirmaslik uchun go'sht yemaslikmi buning isboti. Ammo shuning uchun Xitoylar rahimdil bo'lib baxtimi? Bo'lmagan bo'lsa, nimishqi bugungi kunda umidni xristian dinini qabul qilgan Xitoylarga bog'lab qolasizlar? Diniy e'tiqod bu yerda hal qiluvchi omil emas. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, dindishimiz Majunyin bizni vahshiylarcha qirmagan bo'ladi. Bu yerdagi hal qiluvchi omil manfaat va shu odamlarning fikr yurgizib qaror ilishiga turtki bo'layotgan madaniyat. Sun Yongsan, Jiang Jishi, Zhu Yilay qatorliqlar xristian muridi edi. Ulardan nima ko'rdik? Xristian muridi Xonshuchan Tayping qo'zg'oloni orqali xristian hokimiyati qurmoqchi bo'lgandi. Natijada insonlar tarixidagi eng qonli qirg'inchilikni paydo qildi. Ya'ni ba'zilar g'arbda o'qigan yoki yashagan Xitoylarning idisi ilg'orlashsa, bizga keng qo'saq bo'larmiki degan umidda. Hey, Shunjongsan Amerikada o'qigan va shu yerda cho'g'ilgan. Jiang Jishi va Xing Shisay Yaponiyada o'qigan. Zhu Yilay, Ding Xiaoping, Liu Xiaoqi qatorliqlar Fransiyada o'qigan. Hozirgi huquqdorlarning nurg'ini chet ellarda o'qib bilim oshirgan. Bulardan nimalarni ko'rdik va ko'ryapmiz? Yaqinda yuz bergan chet ellardagi Xitoy o'quvchilarining Uyg'ur va Tibet faoliyatchilariga haqorat, hatto tahdid qilishlarini ko'rdik. Ashu o'quvchilar mingning ichidan tanlanib chiqqan Xitoy sarxillari emasmi? Yuqorida ko'rsatgan misollarga asoslanganda, bular nima uchun o'zgarmadi? Nima uchun go'zal va yaxshi narsalarni qabul qilmadi degan savol tug'iladi. Bu yerdagi masala xristian dini yoki g'arbning ma'rifati emas, balki Xitoyning necha ming yillik madaniyatida. Mayli bu Xitoylar keyin qaysi din bilan uchrasin yoki qaysi maktabda o'qisin, ularning bolaligi va yoshligi qo'yiq Xitoy madaniyati ichida o'tgan. Ya'ni Xitoyda qog'oz pul ko'ydirib, po'janzi etib, jin shayotullarni qo'g'lagan. Hayvonlarni eng vahshiy usulda o'ltirishni bo'lsa, go'shtni yangi va quvvatli yeyishning yaxshi usuli deb o'rgangan. Boshqa millatlar pastlik, nomardlik deb qaraydigan yili mikrlarni 36 tadbir deb yodlagan. Haqda emas kuchli tarafda turishni, hukmronga sat ko'ringanlarni cheqib tutib berishni, oila va maktab tarbiyalari orqali qallasiga quyib etgan. Tarix kitoblarida Xitoyning markaziy davlat, boshqalarni yavoyi deb o'qigan. O'zlarini munqariz qilgan Mongol, Manju imperiyalarini Xitoy xonadonligi deb o'rgangan. Shunglashqa tabiiy holda Turkiston, Tibet tuproqlarini o'z zimini deb bilgan. Onun qenini ichib buzning go'shini yeyishni mardlik, vatanparvarlik deb tushungan va hokazolar. Buning hammasi bu millatda burmalangan, o'zgacha bir xil dunyo qarashi shakllantirgan Kunzi ideyasidagi huquqqa, tabiiy bo'ysunish prinsipi bularni zulmga ko'z yumishqa, chidashga yetakligan. Ammo bularni inson bo'lganlik uchun bu zulmlar yig'ilib, ichida g'azab va o'chmanlikka aylanadi. Lekin Kunzi bularning g'azabini hukmronlarga, o'zidan kuchlilarga chiqarishiga yo'l qo'ymagan. Amizda qanday qilish kerak? O'zidan ojizlarga chiqilish, ularni bo'zaq qilish orqali ruhiy tangpunlik tepishi kerak. Hammadan qo'rqadigan, ammo o'zidan bechora Kunyijini ko'rsa, ko'tiga tepib oladigan Akyu obrazi sababsiz yaratilmagan. Shunga kompartiyani tilaydigan Xitoylarning bizni bostirish payti kelganda hech sharpsizlar o'z hukumati bilan bir safda tura olishiniki sababi shu. Amaliyotda madaniyatning tafakkur va qarorga ta'sir qilishi barliq millatda mavjud hodisadir. O'xshash siyosiy tuzum yurgizsimi, o'xshamagan millatlar o'xshamagan natijaga erishadi. Buningda millatning asosiy gavdasining tafakkuri va harakatiga ta'sir qiladigan madaniyat omili mavjuddir. Buning bir misoli sifatida o'xshash Yevropa allari bo'lgan ingliz, ispan va fransuzlarning o'z mustamlikasidagi millatlarga tutgan pozitsiyasidagi farqni ko'rsatamiz.
bu masalani kasb ahli bo'lgan jamiyatshunos va psixologlarning muzokara qilishini texmi to'g'ri deb his qildim. Xitoyning zulmi oshgandan keyin, bo'libmi lager masalasi o'tirg'i chiqqandan keyin nervimiz bardoshlik berolmay qoldi. Nurg'un odamlar bundoq razillikni faqat Xitoy kompartiyasi qila oladi degan yakonni chiqarishga boshladi. Ammo tarixga qaraydigan bo'lsak, bundoq vahshiyliklarning, o'xshash zulm siyosatlarining Xitoyning har qaysi tarixiy bosqichlarida mavjud bo'lib kelganligini, bu jihatda ularning mo'l tajribalarga ega ekanligini ko'ra olamiz. Shundoq aytishga bo'ladiki, bizga yurgizayotgan jazo lagerini o'z ichiga olgan bir qator inson qalbidan chiqqan vahshiy siyosatlari qandaqdir bir yangilik yaratish bo'lmasdan, balki tarixiy xotirlarni axtarib tepib chiqqan ko'na andizlardir. Qarindoshlarim, aytganim yana shu. Necha ming yildan beri bularning kiyimi o'zgardi, til yiziqi o'zgardi, zaminining cho'ng kichikligi o'zgardi, siyosiy tuzumi va formalari o'zgardi. Ammo boshqalarni yavoyi ko'rib kamsitadigan, hayt kelsa o'zidan ojizlarni yeb yo'qotadigan xuyi o'zgarmadi. Shunga Marksizm, Leninizm ideyasini qo'ral qilgan bir hokimiyatning armiya gazarmasida 1800 yil ilgariki yavoyiligini madihalaydigan misralarning mavjud bo'lishi sababsiz emas. Ya'ni mayli zaman qandoq o'zgarsin, qanchalik yangi hunar bilim egilasin, ojizlarni bo'zaq qilish, boshqalarni yeyish bularning o'zgarmas yetakchi nishoni bo'lib kelgan. Xitoy demokratlari bilan, Xitoy xristianlari bilan qisqasi hamkorlashqudek kuchning hammasi bilan hamkorlashib Xitoy kompartiyasiga qarshi turish yaqindan beri bosh ko'tarib chiqqan shuarlarning biri. Buni deguchilar doim buni sabablarni ko'rsatadi. Ojiz tursak, ular kuchli tursa, foydalanish kerakda. Hozir hadab turib, keyin o'zimiz bilganini qilamizda. Kompartiyani nishon qilsak, g'arbning qo'llashiga erishimiz va hokazolar. Anglamoqqa yo'lliqdek turadi. Demisimi, foydalangudak kuchdan foydalangan yaxshi. Ammo foydalandim deb prinsipdan ketish kerakmi? Avval Xitoy kompartiyasiga qarshi turish masalasiga kelaydi. Bu shuar balkim qisqa vaqt ichida ma'lum unumga erishgandek ko'rinishi mumkin. Ammo Xitoy bilan bo'lgan kurashimiz 5-4 kunda hal bo'lmaydi. Manju va Mo'ng'ul imperiyasini Xitoyning bir xandonligi deb xato tushungan dunyo ahli bizni texmi bilmaydi, tushunmaydi. Shunga ularga tushuntirishimiz, o'rgatishimiz kerak. Dunyodan huquqiyani yurgizmoqchi bo'lgan jazo lagerlarini o'z tirishchanliklarimiz bilan dunyo taratqullaridagi qiziq temaga aylantirganimiz buning jonliq misoli. Shunga bizning da'vo xarakterimizni dunyoga biz qanday tanishtirsak, ular oxirida shunday qabul qiladi. Nima tersam shuni olsa degan gap bor. Agar da'voyimizni Xitoyning tajovuziga emas, balki ma'lum bir partiyasining zulmiga qarshi qilib tasvirlasak, dunyo xalqimi bizni shunday deb qabul qiladi. Bu Xitoyning ishki ishgan, partiya almasda yaxshiroq birisi chiqsa, bu Uyg'urlarni yig'lamaydi ekan deb biladi. Shunga meni urmuslar bu uyni tutib ketdim deydigan talabbuzdagi bechora, chorasiz xotinning da'vosini tashlab, yo'q, Xitoy menga tajovuz qildi, dunyoni bo'lsa aldab keldi, endi bular bilan birga yashash mumkin emas deydigan jur'atga kelishimiz kerak. Shundala sirtqi dunyo masalaning mohiyatini toniy oladi. Qozi jidalga aralasha oladi. Tibetlarning biz o'tgan yo'li bizga ochiq savoq bo'lg'isi. Endi demokratik va xristian Xitoy tashkilotlariga kelaydi. Rostli biz bek ojiz ular shuncha kuchlikmi? Dunyo miqyosida atalmış Xitoy demokratik tashkilotlaridan 50 nechtasi mavjud. Iqtisod, nom-shuhrat jidali bilan o'zaro kitmushukdek talishadigan necha million Xitoy nufusi bor bo'lgan Amerikada namoyishga 30 odam yig'amaydi. 30-40 yillik tarixga ega Xitoy demokratik tashkilotlari va rahbarlari paydo bo'lg'ili 2 yil bo'lgan. Qo'ymichi, tijoratchi, go'yin-go'yinki tatliq so'zi va g'ayvat shikoyatlarga oldinib yoki tankilanmay maymun o'yini o'ynag'ili turdi. Go'ning depiga usulga tushgan Uyg'ur o'qimishlarimi oz emas. Mushu nuqtalarla ularning qanchalik chechilang'uligini, ommaviy asosining qanchalik ojizligini isbotlab turibdi. Hammadan muhimi, asrlardan beri bizni yavoyi, dushman ko'rib kelgan bu Xitoylar nima uchun hamkorlikka bizni izlab qoldi?
Sodada bir prinsip var. Sağan məbləğdən keladigan payda çoğ bolğanda, andın yaxşı soda boludu. Bu Xitaylar şunu hesaplap bolup, andın bizga keldi. Demek biz özümüz oylagandek unchimi aciz emas. Hiç bo'lmaganda mushu bosqichda bu Xitaylar oldida cho'ng qimmatimiz bor. O'z qimmatimizni to'g'ri toniy olganda, andin to'g'ri baho qo'ya olamiz. Kam bo'la, deydi u Qashqarliklar. Ana, shu ruhimizni chiqarayli. Azroq manfaat, biror nutq sahnasi, dangdor siyosiy bilan rasmga tushish, ko'rishish fursati uchun prinsipdan kechib o'tmaydi. Davlatimizning nomini ularning belgilab bergani bo'yicha atamaydi. Mustaqillik orzuyimizni tantirab ichimizga yutib o'tmaydi. Da'voyimiz uningdan ko'p qimmatga yaraydi. Buni unutmaydi. İngilizce so'zlab, qo'lida Injil yoki g'arb maktablarining diplomini tutib turgan Xitoylarning kichkidan uning qenini ichib, g'ozning go'shini yeymiz deb she'r yodlab cho'ng bo'lganini unutib qolmaydi. Onlar ketdi, yo'qoldi. Ammo g'oz avlodi texi bor. Biz o'zimizning Xitoylar yemakchi bo'lgan shu g'oz avlodidan ekanligimizni unutmaylik. Onun qini o'zining go'shi nomli maqolamiz mushada oxirlashdi. Hammanglarga salomatlik yor bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 2019 yili 6 oyning 20 kuni İstanbul.